Ota-bola futbolchilar haqida gaplashamiz. Ro'yxatimizni o'zbek futbolida o'z o'rniga ega bo'lgan sulola vakillari Abduraimovlar ochib beradi. Uzoq yillar davomida Paxtakor tarkibida yorqin o'yin ko'rsatgan birodar Abduraimovning 3 nafar o'g'li Azamat, Jasur va Bahodir Abduraimovlar otasining kasbini davom ettirgan. Mirjalol Qosimovning 2 o'g'li ham o'z izidan bordi. Katta farzandi Mirkamol murabbiylik faoliyatini nisbatan ertaroq boshlashga majbur bo'ldi. Qosimovlarning kichik vakili Mirjamol esa otasi murabbiyligidagi OKMK klubi sharafini himoya qilmoqda. Abduqodir Husanovni voyaga yetkazgan va faoliyatidagi katta o'zgarishlarga asosiy sababchi bo'lgan inson uning otasi Hikmat Hoshimov. U 2007-2008-yillarda O'zbekiston terma jamoasi sha'nini himoya qilgan. Hikmat Hoshimov o'g'lini bosimdan saqlash uchun unga bobosining familiyasini berdi. Ammo biroq genni yashirib bo'lmasligini ko'rdik. Hozirda Hikmat Hoshimov Bunyodkor U19 jamoasida murabbiylik qiladi. Taqdir charxpaligini qarangki, bir paytlar katta yoshli muxlislar Akmal Xolmatovning o'yinlaridan bahramand bo'lishgan bo'lsa, endi uning o'g'li yashil maydonda javlon urmoqda. Bugun Diyor ham otasining yo'lidan ketib, Sherlar tarkibida asosiy o'yinchilardan biriga aylandi. Bu videoni ota kasbdagilarga yuborib qo'ying.